16 yanvar O'zbekiston xalq artisti, betakror iste'dod sohibasi, o'zbek sahna va kino san'atining yorqin yulduzi Ikroma Zahidovna Boltayeva tavalludining 110 yilligi munosabati bilan u o'zining samimiy ijrosi, ona timsolini yurakdan his etgan rollari orqali millionlab tomoshabinlar qalbidan joy olgan Suyunchi filmi ana shunday unutilmas asarlardan biridir. Bu film oddiy o'zbek oilasi hayoti, ota-ona mehr-muhabbati, farzand tarbiyasi, qarindoshlik rishtalari va milliy qadriyatlarni chuqur ma'no bilan aks ettiradi. Ikroma Boltayeva ijro etgan ona obrazi sabrli, mehribon, oilaning tayanchi bo'lgan haqiqiy o'zbek ayolining timsolidir. Film orqali tomoshabin oiladagi mehr-oqibatning qadrini, kattaga hurmat, kichikka izzatni, ota-onaning farzand oldidagi mas'uliyatini yanada bir bor his ettiradi. Suyunchi bu shunchaki film emas, bu o'zbek xalqining hayot falsafasi, bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan oilaviy qadriyatlar ko'zgusidir. Ikroma Boltayeva ijodi esa bugun ham yosh avlod uchun ibrat, san'at uchun bebaho meros bo'lib qolmoqda.